millatning birlik hamdamligi va uning yurtvozlik qiyamligi. Birlik hamdamlik millatning hayotlik alomatidan iborat. Canlıq tabiat shuni ko'rsatdiki, xayri ong illikidagi instinktlik turkum tuzumi bir qadar yuqori darajada turadigan hayvonlar hayotida muhim hodisa hisoblangan. Shu ma'nodan aytganda, o'z turkumidan ayrilish halokat. Millatni til, territoriya, iqtisodiy, etnik turmush va ruhiy birlik omillari birgard qilib turadi. Millatmu markazga intilguchi, uyushtiruvchi kuchdan tashkil topgan tarixiy etnik qurilma. Qurilmali bo'ladigan uningda uyushtiruvchi kuch va uning qanchalik kuch darajada turganligi masalasi bo'ladi. Pifagorning olamning asosiy miqdor hamda miqdor munosabati va miqdor nisbati bo'ladi degan qoidasini millatdan iborat bu qurilmaga uning uyushtiruvchi kuch darajasiga tatbiq qilish mumkin. Millat o'ziga xos birlik alomatlar asosida tarix yo'sinda ko'ni avlod o'rniga yangi avlod, ko'ni madaniyat o'rniga yangi madaniyat, ko'ni turmush o'rniga yangi turmushni davomli almashtirish harakati jarayonida turadi. Bu mohiyatda uzluksiz yangi tarkiblar bo'yicha qayta uyushish jarayonidan iborat. Oila, mahalla, yurt, ruhiy yetakchilar, siyosiy arboblar, milliy qahramonlar, g'oyaviy obrazlar, savdo sanoatchilar, ta'lim tarbiyachilar va adiblar millatni uyushtiradigan asosiy manba, iqlim, tarmoq va omillar bo'lib hisoblanadi. Bularning qaysi birida millatni parchalaydigan, millatni ruhiy jihatdan to'zitadigan, puchildiradigan illat tug'ilsa, u o'z rolini ta'tir o'ynashga boshlagan, buzilgan bo'ladi. Bu to'lima oddiy, hamma tushunoladigan savat. Ammo mushi oddiy, ammo asosiy hayot xulqisiga zid yurtvozlik oldingi ingi, hatto oshkor yurtvozlik itivi ingini bozorga silib, yurtvozlik muhabbat nafrati psixikasini tarqitib kelgan milliy qahramonlarmi yo'q emas. Nodonlik asoratidagi kishilarda haqiqiy yiroqni ko'rar kishilarni rashik hasad o'qlari bilan jarohatlantirib, millatning birlik hamdamlik kuchini parchalaydigan qahramonlar pat-patla munbarga chiqib qoladi. Yovvoyi qabila baxshilari o'z turkumida muakkal ko'ringandek, ularning hali so'ran shavqinliq to'plari qimirlashib yurishidi. Sehrli yeri shuki, ularmu millat bayrog'ini o'z hossillariga ilib olishgan. Dehqonlar orasida suv iqini, chorvachilarda yayloq jilg'alarni, xo'ja ishonlarda mazhabni dastak qilib, asrlar bo'yi davom qilgan natijada millatni nodon, nomrod va vijik qilib qo'ygan turkumga ayiruvchilarning izidan Ili Qashqar, Uyg'ur taranchi iqimi gavda qilingan cho'ng kichik yurtvozlik xohishlari millat gavdasini betob qilib keldi. Mush illatga to'limi herisman bo'lgan o'z yurt balasi deganlar millat oldida xijil bo'lishning o'rnida yurtvozlikqa ijil bo'lib yashashni lazzatlik hayot falsafasi qilib olishgan. Qancha nodir chechaklarni qayirgan, qancha sarxil unchilarni chaylab dafsand qilgan. Tili yurtvozlik zahri, tili yurtvozlik tashdiri, qalami yurtvozlik xanjiri bilan gunoh qilganlar ana millat, ana vatanga qandoq tikilib qarayolsin. Yurtvozlarga yurt berishning o'zi bizdagi nodonlik emasmi? O'zlaricha millatni yurtlarga parchalab, yoqqa yurtning mevasini tetib, yoqqa yurtning ig'vosini setib, qilgan tatqiqsizliklarni qayta o'ylandigan, uningga barham beradigan ong qachon o'zining birlik hamdamlik nurini jilvalantirar. Shuni aytish kerakki, ichki birlik hamdamligi bo'lmagan millat o'ziga yuzlangan subjekt ongdan marhum millat.
Öz illatlarini özligidan tozalab, tarix sahnasida tez ilgirlash iqtidoridan marhum millat. Raqobatga to'lgan yangi zamonda zamonga loyiq jasoratdan marhum millat. Jumladan boshqa millat xalqi bilan haqiqiy ittifoqlashish, o'zaro hurmatlashish, o'zaro ishonish, o'zaro hamkorlashish, o'rtaq ilgirlash orzusiga kelishishdan yiroqda turadigan millatdir. Yurt makon albatta o'ngda yashagan odamga tanishliq bo'ladi. Balalik va yoshlikning nurg'un go'zal, sabiy xotirlari shu yurt mahalligi bilan tutashgan. Ammo bu hissiyot hodisi yurtvozlik ideologiyasi va tashabbuslarga ko'tarilmasligi, mikro getlerchilik, yurt mahalligi kichiklatilgan shovinizm, narsistlik bo'lib qolmaslik lozim. Yurtvozlikni o'zini gavdalantirish quroli qilish, o'zini muhofazat qilish quroli qilish, guruh to'plash quroli qilish, mohiyatda o'z yurtini dafsand qilib, o'z yurtdoshlarini aldab, ularning o'rtaq manfaatini haqoratlaganlikdan boshqa narsa emas. Yurtvozlik yurtdan eriqdolmasa, yurt gullanmaydi. Dünya güllanayotgan uchur davrida yurtvozlik millatni holat girdobiga elib boradigan birlashma kasal xolos.